Mendan tashqari ham yana kimnidir uyida kalta paypaq emas, qurolga muomala qilganday qilinadimi? Bir tuzuk bola bo'lib yurgan bolaman, shu sal kaltaroq paypaq yedim bo'ldi. Mendan yomoni yo'q. Dunyoda hamma urushlarni men boshlaganman, estirdi men tarqatib o'rganman, xalqaro jinoyatchiman. Shu haligi O'zbekiston futbolida gol urdirib qo'ysa ham, sen bash ayadingdagini yo'qot, bor. Yo'qot onani. Bahila kiyib yurgan o'rniga deydi-yu. Bir tuzuk o'tirgan bolaman, kalta paypaq yurib. O'g'lim bu barmaqa kiyadigan narsani oyog'ingizga kiyib olibsizmi deb bo'ladi. Yo'q, ota bu paypaq emas naqasan. Ha, mana shunaqa paypaq kiyapsizmi? Bir balli qizlarga ham chiqib ko'rasizmi, o'g'lim? Ashida ham bir shansingiz bo'lsa kerak sizni. Ha, yo'qoting bolam, bir kun kelib bola ko'rganingizda, metrikasida Feruzbek o'g'li degan joyi ham bo'lsin, hamma nevaralarim Bezodbek evalari bo'lib ketmasin, yo'qoting yonog'ini. Men mana paypaqni kiydim deb, hali paypaqni beradi, bilasam uzun. 4 kishi 4 tarafidan ochib tursa, limuzin parkovka qilsa bo'ladigan paypaq bor. Hali paypaqni kiyganingizda kindigingizni ham jinday yopib turadigan paypaq, bilasizlarmi? Haligi tesilib olsa, suvarga qilib kiyib yursa bo'laveradigan paypaq.